Assalomu alaykum, qadrli quyosh quvozlari, salomatmisizlar? Samarqand quyonchilar gruppasini admin akalarimiz kelishgan. Quyonlarni namoyish qilishga. Nasib etsa inshaalloh mana bu yerda istakachlarimiz bor. Bu aka qayerdan kelgan bular? Istakachlar. Kimlar nasib Bu ana bu Toshkentdan kelgan. Asli o'zimizdan bu. Samarqandlik Mesha akamiz borlar. Nasib etsa inshaalloh tomoshabinlarimiz talablariga binoan shedevr istakach o'qiydigan akalarimiz uylariga boramiz. Kutib qolasizlar. Agar prasib o'tirib banglatib berasizlar-ku, podpiskani, keyin layklarni. Istakach nima ekanligi haqida sizlarga savol tug'iladigan hech nima qolmaydi. O'sha akalarimiz uyga boramiz, nasib etsa inshaalloh. Bu o'sha Mesha akamizdan kelgan. Mo'yin aka deyishadilar. U o'sha 7-8 yildan beri faqat istakach hech narsa o'qimaydilar. Bu ham o'sha, qarochi buni ota-onasi Toshkentga sotilgan, keyin u kishi menga shu erkak istakachdan topib berdilar. Mana shundan hozir bolalarni keyin bir kun ko'rsatib o'tib ketaman. Samis. Ana bu yalmagan, chaplanmagan, faqat o'zi salgina tullovda. Bu samisimiz Sagamon, Murod aka. O'sha kishidan kelgan salgina o'zi tullovda bu. Necha xunukroq. Bu yerda flanderlar ham shu aka bular. Bu oq flanderlarimiz, u Rahmat aka biladilar. Tanish qo'yon. Mujik. Normalda keyin ishladi. Bu o'zimizning Samarqanddan flanderlar. Bu mana bu yerda jeleza flanderimiz bu. Mana undan Abdulhamid akadan o'tib kelgan. Voyn. Bu oyog'ini tagida hozir lichini qilyapmiz. Uni olib, ana qo'yinglar. Videoda ham bor, YouTube kanaliga qo'yganmiz, unga qo'yganmiz. Lichit qilyapmiz buni. Manbalardan chiqqanmi? Endi nasib etsa inshaalloh. Bu boyagi oqni bo'lar, so'roqqa mana tug'di. Nasib etsa. Bu ham Rossiyadan kelgan. Привозной. Kemal aka degan akamiz Rossiyadan olib kelganlar. 2-dekabrda tug'ildi bu. Bu o'zimizniki. Mana ham ana Qirg'izistondan kelgan. Abdulhamid degan. Mana bu yoshligidagi bo'lgan bular. Sizga asosiysi flandermi deymi? Ha, shu gigantlarga salgina qiziqamiz. Bu kuni auksionda ana qo'ldik. Farg'onadan keldi. Keyin yana bitta narsa, mana bu kimdan kelgan deb o'ylaysiz? Hech qanday xayolga kelmaydi mana. Kimdan kelgan? Murod akadan kelgan, Sagamon. Auksionda yutib olganlar buni maydaligida. Keyin ana bor, Flander Brett degan akamiz borlar, ismini bilmayman lekin. Ha, taniyman. O'sha kishi bilan birga u kishi bitta yutib olganlar, u kishi ikkita yutib olganlar, bittasi Murod aka olib olganlar. Nechtadan quyonga barter qilganlar. Keyin axir men sotib oldim u kishini. Bu Sardor akadan keldi bu shinshillar yaqinda. Bo'yindan. Ha, bo'yindan. Hali mana bu. Oqa 23, 22 plyusda, 23 deb aniqladi, 22 plyus chiqadi. Shinshillar. Shinshillar oqlarga salgina qiziqyapman, qani nima bo'lar deb. Quloq ko'ryapman. O'zimda ham shinshillar bor. Yaxshi, bunday ishlash yaxshi. Bilmayapti. Mana bu yerga yo'q, mana bu yerga ham bor ekan-ku. Ha, mana bu yerda bu hozircha tug'ish arafasida bu kishini bezda qilmaymiz. Ular yozilgan. Bunu deyarli kim ediyor? Yok bismillah. Diyelim flanderimiz. Flanderimiz de ismen çıkıp oldu. Köpliğine. Yok bismillah. Polvon. Ya Jang verdi. Aktagon dedi. Stoykasam yaxshi ekan-a? Shu Flander sistemasida misol uchun ba'zi bir yaxshi tanilgan insonlarda quyon olayotganingizda salgina ko'ngilni xotirjam qilsangiz bo'lar ekan. O'sha yangi quyonchiman, kimdan quyon olib Hasan aka bo'ladi Flander. Hasan aka falan o'sha kishini olmoqchi edim, keyin Murod aka aytdi, "Voyinga boring, erinmang" dedi. Afsuslanmaysiz dedilar. Sardor aka Flander bo'yicha nomer edi. Ha, nomerada keyin bordim, haqiqatan единственный zo'r Shu odamdan kelganmi bu? Ha, bu S007 bu, Samis. O'z buni bolalarda nasib etsa inshaalloh bittasi bo'g'oz chiqib qolishi mumkin.
Ya Alloh alam. Bu yerga ham strakach bor ekan. Ha, bu golubay strakach tug'gan. Mana bu. Birinchi qorin. Bu ham Murat akadan kelgan bu golubay strakach. Mana bolalaridan. Bolalarni sotasizmi siz? Ili Nasib bo'lsa inshaalloh ha, bu katta bo'lsinchi. Голубой ekanda bu, ha? Ha, strakachlarning o'zi mana shu remit uzilmagan bo'lishi kerak. Qo'llari dona bo'lishi kerak. Bularga bor bu pigment. Pigmentlari anavlari shunga tortadi. Yana katta bo'lsa bilinadi-da. Mana bu tepadagi nima u? Bu ham strakach. Samka. Ha, samka. Ay jonivor. Ha, berishda qilman. Bu yerda mana flanderimiz anundan kelgan. Привозной. Bu ham yaxshi narsa. Abdulhamid akadan kelgan. Sardor akaning aytishlari bo'yicha buni asli ildizi Kazan, Levkrov, Kazandan kelgan bu. Kazandan Qazokdan Qirg'iz Abdulhamid akaga o'tgan. Keyin u yerdan Sardor aka menga olib beruvdilar. Короче, bu 10 ta tug'di. Buni aytuvdi, suragat tayyorlab qo'ying buni devdilar. Keyin mana bu yerga xikolim bor. Janivorlar. Xikol bollarni katta qilib beryapti, qolgan bollarini. Bu bilan xikolni bir vaqt qochirtirdim, dang suragatga o'tkazib yubordim. Yaxshi katta qilin ekan. Xikollar baribir yaxshi narsa ekanda. Arzon bo'lsa ham busiz ishimizni bitkazolmaymiz. Kaliflar ham bola boqmadi emas. Nega kalifni bir xil qochirish qiyin bo'lib qoladi. Xikol pastda nastab tur ekan, xo'jayin davay deb tur ekan. Har qachon bez problem ekanda. Keyin onalik instinkti buni zo'r ekan. Buni bollarni xikol katta qilib beryapti buni. Bu o'zimizning shinchilar bor. Buni qochirtirib qo'yganmiz. Endi flanderchalar bu ichida ikkitasi sotilgan. Endi quyon boqyapmiz degan gapimiz bor, bitta akalarimiz. Qani bir go'shidan bo'lsin dedilar, endi bu xonaga o'tamiz, ko'rsatamiz. Ya, mana Murat akadan kelgan sagamon. Samis. Ha, menga oling-da. Yaxshi ekan. Gavan ekan. Ha, gavan akras, so'ng qora akras. Shu мясоный variantga zo'r ekan lekin. Go'shtga. Kalif, misol uchun xikol, kaliflar hammasi go'shtga. Lekin chiroyliligi uchun zotga yaxshi edi ekanda, va. Bular xikollarimiz. Bu yerda strakachalar o'zi mana. Yarim bo'llar. Bismillah. Mana. Ko'ringizlar qani? Bular ham qo'llari, anolari. Sizda o'ziga keladi, nasib bo'lsa. Barakasini bersin. Yomon emas. Shuning uchun ham xikollarga javob berib olmaymiz. Mehnatiga baribir muhtoj bo'lib qolaganmiz. Xikol shirin ekanda. Endi ana kaliflar bor, samislar, samkalar. Kaliflardan bor sotuvdi? Sotuvda bor mana shular samislar, qoni boshqa bitta samis. Keyin bittasini taraf ko'raymi? Ko'rsatadi. Bismillah. Mana sotuvdagi qora akraslar, gavan akras, qoni boshqa. Qishga yana sal ochiladi. Qo'sh asosda qorayapti menimcha uni. Ha, qo'shlar, qo'shlar. Soykaga turadi. Ozgina yo'q. To'xta, qo'y.
stolga qo'ymaganman deganlar. Qo'ymaganman. Birodarga qanday berdi? O'zimni quyonimga bu narsalar boshim vaqtim yo'q. Endi qiziqdim o'zi. Yo'q, Soqru. Siz Endi biza yangi quyonchini stolga qo'shib. Yo'q, men seriyozim bor-ku. Qo'limizdan keladi. Bularni birodar aytadilar, har kuni kechga bir harazim shug'ullanaman deydilar. Kimlardir shug'ullanadi. Shu vaqtlari bor endi, kimdir shug'ullanadi. Men mana shuni sizga qo'yib o'qimagan ekanman. Necha oylik aka bular? 4 oylik bo'lsa kerak adashmasam. Bularni ham bironta bir ishqibozchilarga berib yuboramiz, nasib bo'lsa inshaalloh. Bular go'shtga, yangi yilga.